Ovsyane kashani foydali va mazali qilib tayyorlashning 4 ta qoidasi. Ovsyane kasha sog'lom va to'yimli nonushta, ammo ko'pchilik uni noto'g'ri tayyorlab bemaza qilib qo'yishadi. Bugun sizlarga ovsyane kashani kletchatka, protein, uglevod va barcha foydali vitaminlarni saqlab qolgan holatda mazali qilib tayyorlashni ko'rsatib beraman. Birinchi qoida: ovsyane kasha tez tayyor bo'lishi uchun kuchli texnik obrobotka qilingan foydali vitaminlar keskin pasayib ketgan 5-10 daqiqada tayyor bo'ladigan ovsyankalardan foydalanmaymiz. Ovsyane kasha foydali bo'lishi uchun obrobotka qilinmagan 20 daqiqa davomida pishadigan ovsyankadan qo'llanamiz. Ikkinchi qoida: 1 stakan ovsyanka uchun 3 ta stakandan suv quyib tayyorlaymiz. Uchinchi qoida: ovsyankani faqatgina qaynab turgan suvga qo'shib tayyorlaymiz. Sababi ovsyankaning kraxmali bor. Agarda suv sovuq paytida ovsyankani qo'shib keyin qaynatishni boshlasak, ovsyankaning kraxmali suvga tarqalib erib, suvni quyulashtirib, yoqimsizroq massa hosil qiladi. Ovsyankani qaynab turgan suvga qo'shilganda, kraxmal ko'pik ko'rinishida tez ajralib chiqadi va biz uni suzib olamiz. Ovsyankani past olovda miltillatib 20 daqiqa davomida qaynatib olib, birozgina tuz beramiz. 4-qoida: ovsyane kashani juda mazali bo'lib chiqish siri bu oliy navli tabiiy va sifatli sariyog'larda. 50 gram sariyog' va 1 stakan xona haroratidagi sut qo'shib, yaxshilab aralashtirib, olovni o'chirib 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ovsyanka olovsiz o'zini issig'i bilan dimlanganda shunaqa nejniy, kremoobrazniy bo'lib, yoqimli bo'lib chiqadi. Ovsyane kashani yanada foydali bo'lishi uchun tabiiy asal, yong'oqlar va istalgan mevalar bilan iste'mol qilsangiz bo'ladi. Agarda retsept sizga foydali bo'lgan bo'lsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli.